zararli organizmlarga qarshi kurashish, fitosanitariya xavfsizligini ta'minlash yuzasidan o'tkazilyapti. Prezidentimizning 2024-yil 30-dekabrdagi qishloq xo'jaligi maydonlaridagi qo'shimcha imkoniyatlardan foydalangan holda mahsulot yetishtirishni ko'paytirishga doir yangi bozorlar, yangi mahsulotlar, yangi turli mahsulotlarni eksport yo'lga qo'yilgan. Zararlanlar hasharotga qarshi o'zini entomofag hasharoti bilan qarshi kurashish bo'yicha bir qator ishlar amalga oshirib borilyapti. Ma'lumot uchun, o'simliklar karantini to'g'risidagi qonunga ko'ra, import, eksport yoki tranzit orqali o'tayotgan barcha karantin ostidagi mahsulotlar fitosanitariya sertifikatiga ega bo'lishi, zararli organizmlardan xoli bo'lishi shart. Ko'chma sayyor mobil avtobusi bilan laboratoriya xodimlari fermer xo'jaligida fitosanitar nazorat ishlarini olib bormoqdamiz.